Bizning nomimizdan kelgan bemorlarga yanvar oyining oxirigacha tashxis qo'yish bepul. Baraka. Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Doktor Ismoilov xususiy klinikasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. ushbu klinikamizning bosh shifokorlaridan biri Kamron Ismoilov. Xush kelibsizlar. Ushbu klinikamiz haqida ma'lumot berasiz. Klinikamizda bemorlar uchun barcha sharoitlar mavjud. Ya'ni endokrin kasalliklar, ultratovush tekshiruv, qalqonsimon bez, boqoq zoblarni tekshirib, endokrin kasalliklarni davolash, ya'ni qandli diabet, undan tashqari elektrokardiogramma yordamida kardiologik kasalliklarni, nevrologik kasalliklarni igna bilan davolash, bel churralarini, osteoxondroz kasalliklarini cho'zish yordamida davolash. Hozirgi kunda klinikamizda 7 ta palata bor va palatada bemorlar uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Ushbu klinikamizga to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi quyidagi raqamlarga aloqaga chiqamiz. Manzilga keladigan bo'lsak, Komsomol ko'chani ro'parasida, bu tarafdan esa Gorbanitsadan kiraverishda chap tomonda joylashgan.